Zamonaviy qishloq xo'jaligini mexanizatsiyalash bu agrar sohada ilg'or texnikalarni qo'llashni anglatadi. Joriy yilgi paxta yig'im-terimida aynan shunday mashinalardan foydalanish natijasida oq oltinni qisqa muddatda va nest nobud qilmasdan yig'ib olish imkoniyati yaratildi. Ayni paytda esa hududlarda aynan xorijdan keltirilgan zamonaviy terim mashinalari haydovchilari uchun o'quv seminarlari o'tkazilmoqda. Hozir shu haqda. Qishloq xo'jaligining asosiy ekini paxtani yig'ib terib olish uchun katta kuch talab etiladi. Aynan shu paytda texnika dehqonning haqiqiy qanoti ekanligi bilinadi. Biroq u bilan qimmatbaho xom ashyo terilib qolmaydi. Chunki ular yangi zamon texnikalari. O'rganish, ularni boshqarish uchun bilim kerak. Ulug'nor tumanida tashkil etilgan seminar ham aynan paxta terish mashinalarini boshqarish mavzusida bo'ldi. Unda terim mashinalarini ishlab chiquvchi korxona vakillari, lizing asosida fermerlarga texnikalarni yetkazib berayotgan aksiyadorlik jamiyati mutaxassislari, fermerlar va kombayn haydovchilari hamda operatorlar ishtirok etishdi. Mutaxassislar dastlab yangi zamon terim mashinalarining afzalliklari, qulayliklari bilan tanishtirdilar. Keyin esa yangi texnologiyalarni joriy etish hamda ularning mehnat unumdorligini oshirishdagi ahamiyati bo'yicha zarur tavsiyalar berildi. 2018-yili Andijon viloyatiga bitta Sipi kombaynimiz kirib kelgan. Hozirgi paytga 45 ta Andijon tumanida John Deere 9970 kombaynimiz mavjud. Operatorlarga o'quv seminari bo'lib o'tyapti hozir. Oldin vertikalniy shpindellarda paxta terilgan, hozir gorizontal yangi versiyalarga o'tilgan. Shularni mexanizatorlarga tushuntirib o'tilyapti. Seminardan ko'zlangan maqsad shu texnikalarni yaxshi sozlab operatorlarni o'zi to'xtamasdan ishlatish, yaxshi saqlash shulardan iborat. Bu Andijon viloyatida bu yil 2025-yili 43 ta sotdik paxta mashinadan. Bizning bu orqada turgan paxta mashinamiz paxtani toza teradi, shpindellarimiz boshqa paxta mashinalariga qaraganda ko'proq chiqadi, at kuchimiz zo'r bo'ladi, 300 at kuchi. Yana kabinkachi elektronlar knopkalar bilan qurolgan qulayliklari ko'p. Hozir bu paxta mashinamiz 76 yana 90 ga tushadi paxta terganda. Eğerda sizler 2026-yılı yana 76 qatorli bilan ekishingizlar qatorni tuzab, bu paxta mashina yanami yaxshi xizmat ko'rsatadi. Bugun bu Ulug'nor tumanida seminarga kelgan haydovchilarga bu kombaynni qanday haydovni, qanday yurgizishni, qanday servis qiluvni o'rgatib o'tiramiz. Qishloq xo'jaligidagi hamkorlik ayniqsa paxtachilikka ilg'or xorijiy tajriba va texnikalarning jalb qilinishi ortidan qimmatbaho xom ashyoni yig'ib terib olish muddati yil sayin qisqarib, mehnati esa yengillashib boryapti. E'tiborlisi, xorijda ishlab chiqarilgan bu texnikalar O'zbekistonda yetishtirilgan paxtani yig'ishtirib olishga to'liq ixtisoslashtirilgan. Shu bois ularga bo'lgan talab ortib bormoqda. Yakuniga yetgan mavsumda fermerlarning talabiga ko'ra lizing asosida bunday zamonaviy kombaynlar peshma-pesh yetkazib berildi. Terim mavsumida ular fermerlarning eng asosiy dastyori ekanligi yaqqol namoyon bo'ldi. Mana Andijon viloyatida 3 ta hududda, ya'ni Andijon tumani, Ulug'nor tumani va Xo'jobod tumanlarida 175 nafar mexanizatorlarimizni kasbini oshirish bo'yicha seminarlar tashkil qilinyapti. Seminarlarda albatta qishloq xo'jaligi institutlarining malakali professor o'qituvchilardan iborat o'qituvchilarimiz mukammal dasturlar asosida mana shu O'zbekistonda hozir ishlatilayotgan paxta terish mashinalarining tuzilishi, ishlash prinsipi va mana shu bu yilgi mavsumda yuzaga kelgan kamchiliklarni aniqlab, mana shu kompaniyalarning vakillari bilan mana shu texnikalarda nima kamchiliklar bor, qaysi joyini qanday o'zgartirish to'g'risida o'zining fikr mulohazalarini bildirdi. Paxta bugun yurtimizda shunchaki xom ashyo emas, balki yengil sanoatni harakatga keltiruvchi iqtisodiy kuchga ham aylandi. Shunday ekan, uni yetishtirishdan tortib to yig'ishtirib olish jarayonlarini ilg'or texnikalar bilan boyitib borish